Boshlang'ich to'lovsiz. Mhm. Kim oladigan bo'lsa, van boshlang'ich to'lovsiz. Bir simsiz narxiga keladigan bo'lsa, jentralarimiz bor akajon, patchi kobaltlarimiz bor akajon. Kelaverasizlarga, kelishtirib beramiz aka. 1 million so'm pulga chiqarib beraman. Damas. 1 million so'mga akajon. 1 millionga qarang akajon. Bonuslarimiz qarang. Tonirovkasi yo'q, tonirovka qilib beramiz. Undan tashqarida chexol agar yoqmasa yangi chexol beraman. 24-yil ishlab chiqarilgan 12simiz. Narxiga keladigan bo'lsa akajon, buni 127 million qilib beramiz. Assalomu alaykum, Ruslan o'z kanalini kuzatib kelayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalida aziz do'stlar, Qarshi shahridagi Nasaf avtokredit narxlarini yoritib beramiz aziz do'stlar. Mana Abbos aka ham hozir tayyorgarlik ko'ryapti. Hammasini spiskasini olib, ko'rib turganlaringizda mana Damas, Labo, yengil mashina hammasidan bor. 1 so'm pul to'lamay ham mashina olib ketsalaringiz bo'ladi. Pul to'lov mashina olib ketsalaringiz bo'ladi. U qanday gap bo'ldi desalaringiz, ayrim mashinalar bosh to'lovsiz mashinalar. 1 millionga mashina. Aziz do'stlar, bu yerda hech kimda kreditga yoki bir boshqa narsaga qishmas. Bir video chiqariladi. Kimnidir 1 million puli bo'ladi, kimnidir 1 so'm puli bo'lmaydi, kelib olib ketsa bo'ladi. Albatta bu keyin kredit. 2800 dan, 2900 dan mana shunday puli borlar. Hech kimga majbur emas. Bozor bilan bir xil. Bozorda mashinalar desam bo'ladi, bozordan shaqqa chiqqan mashinalar. Bozorda ko'rasiz, boshqa joyda ko'rasiz, hamma joyda ko'rib, solishtirib olaverasizlar. Manzilni aytib o'tadigan bo'lsam, manzilimiz Qarshi shahri, mashina bozorida. Yonginasi desam ham bo'ladi. Mana Qarshi mashina bozori har doim ko'rsatib kelyapmiz. Mashina bozoridan ozroqgina o'tgandan keyin Nasaf avtokredit. Ana shu yerdan hafta mobaynida chiqarib kelyapmiz. Bir boshdan ko'rsatamiz, bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan ko'klarimiz albatta obuna bo'lib qo'ysalaringiz, biz chiqarib olayotgan yangiliklar boraveradi. Xo'p, boshlaymiz bo'lsa. Assalomu alaykum, Abbos aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yana bir bor ko'rishamiz. Video uchun Ruslan aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Yaxshi. Mana bugun aziz do'stlar 25-yanvar sanasi bilan olayapmiz videoda. Nasib bo'lsa kechgacha chiqarishga harakat qilamiz. Chiqara olmay qolsa ertaga chiqaramiz. Ko'p qolib ketmaydi. Abbos aka, ko'rib turgan aka-ukalarimizga aytib o'ting. Bu yerdagi mashinalar faqatgina haftaga kimdir endi negativlar ham yozib tashlayapti-da, sizlar shuncha pul yeyapsizlar, insof bormi, tuda-suda. Yo'q, naqdga ham olib ketsalaringiz bo'ladi. Albatta bozor bilan bir xil, to'g'rimi? Xohlasanglarga naqdga borki 2-3 million so'm qarab o'tirmaymiz aka. 2-3 million kam ham beraveramiz aka. Gap o'rtada savdo. Savdoni qiling, oxirigacha gaplashing, narsa qiling, biz xohlagan narxga qilib beramiz. Xohlasangiz 2-3 oy pulingiz yetmaydigan bo'lsa, o'rtamizdagi suhbat qilib beramiz aka mashinani ham. Vikibsiz vikib, naqdsiz naq aka. Endi vikibni 2-3 oyga qilib berishimiz mumkin, endi 1 yilga qilib bera olmaymiz aka. Yashang. Bo'lmasa qaysidan boshlaymiz aka? Damazadan boshlaymiz aka, har doimgidek. Mana Labomiz bor aka, 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning probegi 1 kurk atrofida yurgan, narxiga keladigan bo'lsa 75 ming. Narx olaman desangiz, men olib 75 million ham arzon qilib berasizmi shunda? 74 million qilib beraman naqd. Kreditga qanchaga chiqadi? Kreditga akajon 5 million pulga chiqadi, oylik to'lov 2 million 800 ming atrofida chiqadi. 5 million mana nomer, notarius hammasi ichiga bo'ladi. Ichida nomi o'tadi. Xuddi shunday. Keyin ish qilib pulni yurasiz. Xuddi shunday akajon. Metan bor, ha? Ha, shunday akajon. Metallari bor aka, 13 ballonlar qo'yilgan. Qarang, bu 24 damazimiz aka. Narxiga keladigan bo'lsa 81 million so'm qilib beramiz aka. 13 ballon metallari bor, chehollari qilingan. Aka 11 million so'm pulga chiqadi aka. 10 million 11 million pulga chiqadi. Oylik to'lov akajon 2 million 900 ming atrofiga chiqadi. Shunday. Bunisi bu 25 damazimiz aka. Qancha yurgan bo'lsa bu? Bu damazimiz 40 ming atrofiga yurgan. Metan qo'yilgan, chexol poliklari qo'yilgan aka. 19 million pulga chiqarib beraman. Narxiga keladigan bo'lsa 93 million so'm. 2 million 950 ming atrofiga chiqadi. Yaxshi. Keyingi damazga keling aka. Qarang, bu 2022 ishlab chiqarilgan damazimiz bor aka mana. Buni akajon narxi 73 million so'm. 3 million so'm pulga chiqarib beramiz aka. 3 million 4 million atrofiga chiqadi. Oylik to'lov akajon 2 million 800 ming. Xullas, oylik to'lovlari bir xil chiqaverar ekanda. Pashti bir xil chiqadi aka. 50 ming, 100 ming farq qiladi aka.
2 million 4 millionga olgan bilan shu 2 million 800, 2 million 900 shunday akajon. holatga chiqaverar ekan. Nomer, notarsga ichida hamma aytadigan summa. Bu vanimiz aka oldingi safar ham qo'ydim va bir ikkita kelishdi akajon. Kimdir pravasi yo'q, Aha. kimdir pasportini so'rab o'tgan ekan. Aha. Shuni hisobga qilib bera olmadik. Hali ham sotilgani yo'q, boshlang'ich to'lovsiz. Kim oladigan bo'lsa, van boshlang'ich to'lovsiz, bir simsiz narxiga keladigan bo'lsa 69 million so'm. Xullas akajon, bir simsiz chiqarib beriladi. Bitta pasportda pravani evaziga. 2 million 800 ming. Ha, aziz do'stlar, bepul. Bepul. Olib ketasiz. Ha. Keyin uzurasiz 2 million 800. Salgina hadovoychasi ozroq ishi bor ekan akajon. Kim oladigan bo'lsa, shu mashinani oladi, yana 1 million so'm hisobdan bonus. Mana, bunday. Hadovoy o'tib beraman. Hadovoyga o'tib beraman. Buni ham sotdi aka bu Damas'ni ham. Buni qulplab ketishdi 24 77 million 78 millionga berdi. Xohlasangiz bu 25 Damas aka. Yurgan kilometrlar 10 ming yurgan, 13 balon, chexol, polik, hamma narsa qilingan. 19 million so'm pulga chiqadi, oylik to'lov 2 million 950 ming. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, kelaverishadi. Ko'rsatib o'tilayotgan mashinalar aziz do'stlar hammasini kraskasi. Ha, nomeri bilan ko'rsatavering. Aka, mana shu nomerli mashinani siz aytuvdingiz. Siz shu mashinani menga chiqarib bering deysiz, kelasiz, yoqsa haydab ko'rasiz, kraskalarini ko'rasiz, barakani berasiz, bank hujjatlaringizni qilib beramiz. Akajon qarang. Bu Damas'imiz akajon. 2000 xullas aka. Buni 2023 2023 Damas. 5 million 6 million atrofga chiqarib beramiz, 2 million 850 ming so'm. Xullas Damaslarni narxi 75 million so'm narxiga keladigan bo'lsa. 5 million 6 million zo'r borsa pachkalari 15 millionga chiqarib 15-18 million atrofga chiqarib beramiz. Mana 5 million so'mga xohlagan odam kelib olib ketaversin. Naqdga olsa necha pul qilib berasiz? Naqdga oladigan bo'lsa 74 million. 74 million. Yurgan kilometri ham kam, 40 ming atrofida yurgan. Bozorga ko'rdim, bozorga ham shu narxda. Shunday akajon. Eldan chiqmaymiz. Mana kombimiz aka. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 25 kombimiz. Metallari bor. Xullas akajon, mashina kraskasi toza. Narxiga keladigan bo'lsa 83 million so'm. Damas kombi bu aka. Arqa sidenasi yo'q, keling ko'rsataman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana xohlasangiz un orting, xohlasangiz tarvuz orting, xohlasangiz nima ortsangiz ortaverasiz aka. Sizga hech qanday gapirmaydi, ruxsati bor o'zi. Zavoddan shunday chiqqan ekan. Akajon 83 million so'm qilib beraman. 8 million so'm pulga chiqadi aka, 2 million 950 ming so'm. Pul ham qo'yilgan. Pul hamma narsasi bor aka. Bu pachka Damas'imiz aka. 25 Damas, pachka. Narxiga keladigan bo'lsa akajon 92 million. 92 million. 92 million. Kutilmagan, ha? Yo'q. Qanday zavoddan chiqqan bo'lsa shunday turibdi. Kilometr 500 kilometr yurgan aka. Endi 500 kilometr degan Toshkentdan Qarshigacha keladi hisoblaymiz aka. Endi 500 kilometr xohlang kilometr hisoblang, xohlang hisoblamang. Shunday aka. Pachka mashina hidi bilan turibdi akajon. Narx 92 million so'm akajon. 19 million so'm pulga chiqadi. Oylik to'lov 2 million 950 ming. Naqdga olsa ham kelishtirib beramiz. Naqdga 91 million qilib beramiz. 91 million. Akajon, bu Damas'imiz ham bor aka, qarang. 24 Damas aka. Narxi 81 million so'm akajon. 10 million 11 million pulga chiqadi, 2 million 850 shu atrofga chiqadi aka. Mashina kalonka qiziqqanlar ham pioner. Ha, kalonkalari bilan beramiz aka. Qiziqadigan bo'lsa shu birga hamma narsasi aka. Tayyor mashina. Tayyor akajon. Qarang akajon, mana bu Damas'imiz aka 2022-yil ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Narxiga keladigan bo'lsa akajon 69 million so'm. Naq bo'ladigan bo'lsa 68 millionga qilib beraman. 1 million so'm pulga chiqarib beraman. Damas. 1 million so'mga akajon. 1 millionga qarang akajon. Bonuslarimiz qarang. Tonirovkasi yo'q, tonirovka qilib beramiz. Undan tashqarida chexol agar yoqmasa yangi chexol beraman. Agar polik yoqmaydigan bo'lsa polik ham beraman. Mana akajon. Boshuncha agar sizga ma'qul kelmaydi desangiz, men almashtirib beraman. Bizga qizig'i yo'q. Zo'rku chehollari. 2 million 800 ming atrofiga chiqadi aka. 13 balonlari ham bor aka. Metallari bor. Xullas. Ha? Tayyor mashina. Tayyor mashina. Haydab ko'rasiz, ma'qul keladigan bo'lsa akajon, birinchi akajon, mashinani yoqib, haydab, kraskalarini ko'rasiz,
Zadnimozga ovoz bo'lmaydigan bo'lsa, barakani berasiz, hujjatlarni rasmiylashtirib nomingizga qilib beraman 1 million pulga. Agar boshqa viloyatlardan keladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, akajon, bizni hisobdan gостиница akajon. Bizni hisobdan bir kun dam olasiz, 2 kun dam olasiz akajon, bizni hisobdan gостиница qilib beraman. Videoga boshqa hayotga boshqa. Yo'q, unday gap yo'q aka. Unday gap yo'q. Keldingizmi aka, hurmatli joyiga qo'yib, mehmon qilib kutamiz aka. Yashang. Qarang, bu Damas'imiz qarang. 23-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Narxiga keladigan bo'lsa akajon, 79 million so'm. 8 million so'm atrofga pul chiqarib beramiz aka. Oylik to'lovingiz 2 million 850 ming atrofga chiqadi. Do'stlar. Yo'q, menga 25 pachka Damas kerak, menga karmetal diska, 13 ballon, hamma narsasi kerak degan odamlar bo'ladi. Metallar ham qo'yilgan aka. Xullas, yurgan kilometri ham kam yurgan akajon, pachka Damas 21 million plyusga chiqadi. Oylik to'lov 2 million 930 ming. Narxiga keladigan bo'lsa 94 million. Pachka Damas 25. Aziz do'stlar, ko'raverasizlar. O'zlaringiz olsalaringiz ham shuncha xarajat qilasizlar-da. Xuddi shunday. Chexol polik bonusga qilib beraman. Chexol polikni aytmasam bo'laman, beraman deb turibdi. Beraman. Har bitta mashinaga agar yo'q bo'ladi, yoqmaydigan bo'lsa qilib beramiz. Haloldan zo'rdan qo'yilgan. Qarang akajon, bu Damas'imiz qarang. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Damas'imizdagi kraskasi toza. 80 million narxi akajon, 8 million bosh to'lov, 2 million 950 ming aka. Xullas 8 aytayotganimizda shu 1 milliondan boshlanib, bepul boshlanayotgan Damas'lar. Xuddi shunday. 20 milliongacha Damas. Xuddi shunday akajon, ha. Bu Damas'imiz ham bor akajon. Bu Damas'imiz qarang akajon. 2000 tak 2023 mi deyman akajon? 2023. Narxiga keladigan bo'lsa akajon 40 ming yurgan ekan aka. Shu 78 million qilib beramiz akajon. 8 million pulga chiqadi akajon, 2 million 850 ming. Mana shunday gaplar aziz do'stlar. Kelib Damas mana o'sha yo'lni ustigacha to'la Damas. Xohlaganingiz tanlab, xohlaganingiz akajon, xohlaganingiz ko'rasiz, qaysi ma'qul keladigan bo'lsa qilib beramiz. Mana pachka Damas'da ko'rganingizdek. Mana bu Damas qarang 2023 narxiga keladigan bo'lsa 74 million so'm aka. 4 million pulga chiqarib beraman aka. Mana qarang akajon, bemalol chiqonlar qilingan. Tepa kalonkalari qo'yilgan aka, bemalol. Pioner magnitofonlari bor aka. Zo'r. Bexarajat mashina. 4 million pulga chiqarib beraman aka. Oylik to'lov 2 million 850 mingdan chiqadi aka. Men yengil mashinalar ham keling ko'rsam aka. Yengil mashinalardan ham aytish kerak, chunki ko'rib turgan aka-ukalarimiz quruq Damas chiqarib qo'yapsizlar deyapti. Yo'q, Damas emas. Mana bugun akajon yangiliklarimiz bor aka. Onyx mana akajon. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aka, 2024-yil ishlab chiqarilgan Onyx'imiz. Narxiga keladigan bo'lsa akajon, buni 127 million qilib beramiz. Bosh to'lov 3 million so'm, oylik to'lov 4 million 790 ming. Yurgani qancha bo'lsa buni? Yurgan akajon, kam yurgan aka. 24 hozir probeklarni ham aytaman aka, ko'r. Tak, bir kurik yurgan aka. Mexanika variant. Mexanika variant. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bir kurik yurgan mashina 3 million pulga aka. Metan qo'yilgan, propan qo'yilgan deysiz-a? Hozir akajon. Hozir yoqilg'ilarni ham aytaman. Bemalol olishlaringiz mumkin. Metan qo'yilgan ekanmi deyman. Metan bor ekan. Bu aniq. Mana akajon, metan aka. Metan aka. O'zi bu hozir keldi aka mashina. Esingizdan ham chiqib ketadi. O'zi 4 ta benzin yeydi bu. Shunday. Metanga va xohlasangiz metanga, xohlasangiz benzinga aka. Xohlaganingizda akajon bemalol haydab qilaverasiz. Xohlasangiz taksi, xohlasangiz ro'zg'or uchun, xohlasangiz o'zingiz uchun. Akajon, mana 22 Gentra aka. Narxiga keladigan bo'lsa 124 million so'm. Mana shu, ha, metallar qo'yilgan. Bosh to'lov akajon 6 million so'm, 4 million 590 ming. 22 Gentra aka. Kraskalar toza ekanmi? Kraskasi top-toza aka. Xohlang naqdga olib keting. Xohlang kreditga aytayotganimizdek. Shunday aka. Mexanika. Kim mana bu Cobalt'imiz bor aka, keling. Boshdagi Cobalt'ni ham ko'rsataman aka. Boshdagi nima? Mana shu mexanika Cobalt'ni ham bitta ko'rsataylik. Nima? Ha, mana shu endi ko'p odamlar mexanika Cobalt ko'rsatmayapsiz.
mexanika kobiltingiz yo'qmi deb savol berishyapti aka. Ha, mexanikadan so'rab. Mana shu mexanika kobilti aka. Yili nechi ekan buni? Yili 2021. 2021 Cobalt. Mexanika kobilti aka. Yurgan kilometr 60 ming yurgan. Yangi balonlar qo'yilgan. Yangi balon qo'yilgan, metallari bor aka, 4+ qo'yilgan metani ham aka. Adden injektorga boradi, bittalik qo'yilgan bo'lsa. Narxiga keladigan bo'lsa 125 million so'm. Salgina oylik to'lov ko'proq chiqadi, lekin bosh to'lov 32 million so'm, oylik to'lov 3 million 600 ming so'm. Naqdga olsa qancha qiladi? Naqdga akajon 124 million qilib beraman. 124. Kraska toza 60 ming yurgan. Mana bu jentramiz bor akajon. Narxi 170 million, 25 million pullari 5 million 300 ming so'mdan chiqadi. Yili nechida buni? 22. 22 man. 22. Namazda bo'ladimi bo'lsa? Hammasidan bor aka. Hammasidan bor. Mana keyin akajon 24 kobilt aka mana. Xo'p, navbatda aka, Cobaltimiz aziz do'stlar. Bu necha pulga Cobalt? Qarang, bu kobilt aka 10 million plusga chiqadi aka. Nomer bilan ko'rsaturing bemalol. 10 million plusga 4 million 600 mingdan yiliga keladigan bo'lsa 2024 metan. Mashina holati ideal darajada turibdi aka. 26 ming yurgan. 10 million pullarga 4 million 600 ming. Tan narxi necha pul deydi? Tan narxi 137 million. 137. Naqdga olsa necha pul qilib 136 million qilib beradi. 136 millionga. Risklar toza. Bitta kirlachasi petnosi bor aka. Kelib aziz do'stlar ko'rsatib o'tilayotgan mashinalar hammasini tekshirib olaverasizlar. Kelaverasizlar. Kelaverasiz akajon, jentralarimiz bor akajon. Pachi kobiltlarimiz bor akajon. Kelaverasizlar aka. Kelishtirib beramiz aka. U sizga aytilgan gap, hozir mana bu aytilgan gap bilan kelgan payt gap bir xil chiqadi aka. Yo siz noto'g'ri gapirsiz, nomeri bilan kelasiz. Mana shu mashinani shunday narxga aytuvdik, shunday narxga qilib beringiz, qilib beramiz. Gap bo'lish mumkin emas aka. Hallashib yotmaymiz aka. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.